Emas hammanglar hazırma. Bugungi mavzu shu. Yaxshilik yoki yomonlik yanada sizning tanlashingiz. Bizning tanlashimizdagi ish. Alloh taolo bizga aqlni bergan shu. Bu olamda hayot boshdan oxir sinoqlar bilan to'lgan tanlashlarga bog'liq. Hammasi sinoq, hammasi tanlash. Har xil tanlashlarga uchraymiz bizning. Chunki har birimiz kundalik hayotimizda nurg'ulg'an tanlashlarga va talaylag'an sinoqlarga duch kelimizda. Bu tanlashlardan har biri bizning yo farishtalarning yo'lini tanlashga yoki shaytonning yo'lini tanlashga majbur qildi. Ikkisining birini qilamiz hamda. Bizning cho'qim bu ikki firqaning birini tanlaydiganligimizda shak yo'q. Biz mayli farishtalarga ergishib yaxshilikni tanlayli yoki shaytonning aqisiga kirib yomonlikni tanlayli, bizning har bir tanlashimiz o'zimizga, oilamizga, atrofimizdagilarga, jamiyatimizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu ba'zida ijobiy ta'sir bo'lsa, ba'zi salbiy ta'sir bo'ldi. Bu bizning tanlashimizga bog'liq ish. Bu tanlash ba'zida intayin qiyin bo'lishi mumkin. Bizning ba'zida o'zimizga foydali, atrofimizdagi kishilarga munosib keladigan shaklda biror ishni qaror qilishda intayin qattiq charchab ketganligimiz aniq. Ammo qaror qilishga majbur shu chog'da menda. Endi farishtalarning tarafida turib yaxshilikni tanlash har zaman qiyin bo'lganda, shaytonning aqisiga kirib yomonlikni tanlash har zaman o'ng'ay. Yani hemen açığınga şu çağda açığının aqısına kiriş o'ng'ay. Ama açığını tutuverish nayda qiyin da, o'zingni tutuverish qiyin hamda. Çünkü öz nefsimizning istaklarini yengib, adolatni va haqiqatni o'lcham qilib turib tanlash hargiz o'ng'ay ish emas. Shundaqmi agar biz abadiy saodat va mangulik xotirjamlikni xohlasak, cho'qim shaytonni va nafsimizni yengib farishta tarafda turishga o'zimizni zo'rlashimiz kerak. Masalan, faraz qilaylik. Biz aldirab ketayotgan vaqtimizda biri oldimizni to'sib yo'lsizlik qildi. Yoki qistlang'uliq yo'lda bir mashina oldingizni to'sib oldi, turib oldi mashina. Yoki ish o'rningizdagi boshliqingiz kishilarning oldida sizni tanqidladi, aybladi. Yoki qo'shningiz yo'lsizlik qilib, ishingizning oldiga mashinasini to'xtatib oldi. Yoki balkondan kirayib, sizning balkonga suv eqitibdi hamda. Ustingizga kirayib, ustingizga kirning suyini eqitdi yoki sizdan qarz so'rgan odam qarzning vaqti qaral to'shqandan keyin sizga qarzingizni qaytarmay quruq gap sotdi. Yoki shuningdek sizni qattiq g'azablantirgan ishlarga uchirdingiz, bu vaqtda siz intayin qiyin tanlashlarga duch kelasiz. Çünkü siz bu çağda ya açıklığını keynine kirip özünüzge pushaymon keltiradigan birer qarorni qilishga majbur bo'lasiz. Aynan haqchilik qilgandan keyin birasa adibini biray deysiz açığınızda. Uni adibini biray degan bilan keyin bu ishning oqibati yaxshi bo'lmaydi hamda. Umujim to'maydi atrofma. Yoki o'zingizni tutib olib, masalaga nayt sovuqqonlik bilan qaraysiz. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çelişte rakibini yengen güçlük emas, açıkını yengen ya açık kelgen yüzünü tutup adam hakiki güçlük dep göstergende bu nayet bek muhim bir hadis bu. Endi bu özümüzdeki şeytandak iş kılış yoki farishtadak ish qilish ichki dunyomizning kelgan bir ishda bu. İnsanınki bizning ikki dona dunyosi va har qanday insonning ikki dunyosi bor. Biri ichki dunyamiz, biri tashqi dunyo. Ichki dunyamiz degani bizningki shu ko'z qarashlardan tarkib topadi bu. Ko'z qarashlardan ichki dunyomizni tashkil qilamiz. Bu ko'z qarash qanday desa, dunyoga ko'z qarash. Masalan, dunyoni nayt güzel, dünya shunda yaxshi, güzel deb nim qilsak, şu güzel, şunu biz ichki dunyomizda dunyoning go'zalligi shakllangan bo'ldi. Agar dunyo degan nayt jafolik, dunyo degan nayt bir yaxshi emas bu dunyo. Bu dunyoda yashash kerak emas. Bu dunyoda tug'ilganligim pushaymon qilman deyotgan odam bo'lishi mumkin. Anda desa bu dunyo qop qorong'ilik ko'rinadi. O odamning ko'nglida shu ko'z qarashida ichki dunyosi dunyoga nisbatan nayt salbiy, ijobiy emas. Yana dunyoga qarta ko'z qarashi, kishilarga qarta ko'z qarashi. Masalan, bizningki ichki dunyomizda kishilarga
har xil ko'z qarashda bo'lamiz. Ba'zida dunyodagi odamlar hammasi yomon, hammasi eski, hammasi shu aldamchi, hammasi kazzab deb bunda qaraydi. Anda qaragandan keyin bu odam bu insonlarga to'g'ri baho bermaydi. Yana birileri dünyadaki insanların hemmisi yaxşı, hemmisi periştedek deb qaraydı. Bu mu adil olmagan boldu da? Dünyada perişte mi var, şeytanı mı var, eskisi mi var, abdını mı var hem de. Bu göz qaraş, içimizdeki göz qaraş. Onundaki üçüncüsü üzümüzge qara göz qaraş. Üzümüzge mesela üzümüzde ben bu işini kılalayman mı? Ben bu dünyaya ziyade kip qalgan adam mı? Ya ki bu dünyaya paydam var mı? Ata-anamga, vatanimga, dinimga menfaatlik bir insan mı? Ya ki ben yaramaz insan mı? Dep üzümüzge üzümüz öz qarashimizni belgileymizde. Mesela bazı insanlar üzünü ben degen çoğun işlerini kıldığı adam, ben degen milletimge, dinimge, ata-anamga naydi yaxşı işlerini kıldığan adam, ben de ümit var insan ben dep qaraydı. Bazı ben tügeçtim, benim kulağımda hiç kadar iş gelmedi. Demek içki dünyamız kandak bolsa taşkı dünyamız bu yansıydı bu işe. İçki dünyamız naydi parlak icabi. Mesela bir adam içki dünyasında dünya güzel, dünya yaxşı, yaşaş degen yaxşı, bu hayat güzel, dünyadaki insanlar mı yaxşı, ben üzerime işinime, ben üzerime insanlar menfaatli bir insan ben dep bunda düşüngen bolsa, göz qarashını, içki dünyasını şöyle şekillendirgen bolsa, bunun ifadesi teşti çıkıdı. Bu adamın muamelesi güzel buldu. Üzüge qarta göz qarash to'g'ri bo'lgandan keyin yaxshi ishlaydi, tirishidi, yaxshi ish qiladi. Agar u insonningki shu nimasi, ana salbiy bo'lsa, salbiylik o'zini shu nimasidan chiqadi hamda. Shunga bu içki dünya sebep. İçki dünyamız bizim sebep. Taşkı dünya netice. İçki dünyasında ne mi olsa taşkı dünyanın şu çıkıdı. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var da insanın cisminde bir parça göç var deydi. Bir parça göç. O bozulsa bütün azası bozuldu. O tüzülse insanın bütün azası tüzüldü. O bolsa kalp deydi. Şu kalbimiz bizim kalbimiz hem de şu tüzülse yani tüzülsü degen hem de bizdeki naydi icabi bolsak, hem narsa yaxşı bolsak, bu şu yaxşılık bizdeki hareketlerimizde, sözlerimizde ifadesini tapıdı. Eğer bizim kalbimiz naçar olsa, üzümüz gibi naçar, etrafımızdakiler gibi naçar, dünya gibi naçar qarsak, bizim kalbimiz bozuk degen boldu. Anda olgan bütün işlerimiz bozuk olgan boldu da. Şuna bu şu göz qarash naydi bak muhim. Şu terbiye mutaxassisleri ve psikologiya alimleri deydi, göz qarash takdirini o'zgartirib o'tadi deydi. Takdirini keltirib chiqadi deydi. Mesela bir adamning göz qarashi o'ziga nisbatan o'ziga men mushundoq bir adam bo'lamanki, vatanimga foydali bo'lman, ota-onamni rozi qiladigan, insonlarga manfaatli bo'lman, dinimga xizmat qiladigan yaxshi odam bo'laman, men bu ishni qila olaman deb o'ziga ishonsa, chuqur uni qila oladi hamda. Eğer bir insan hemen tügeçtim hem de benim nime paydam var, onu mu kılamayım, bunu mu kılamayım dese, bu insan ameliyatta kılamaydı. Şu an Churchill'in bir gibi varken o burunki Angliyanınki baş minister bu adam. Sen bir nersini kılalayman desen mi sen rastçıl, kılayman desen mi sen rastçıl deydi. Çünkü şu bir nersini kılamayım diyen adam, onun kılışkı tigişlik şaraitli şunun da tuluk boğan bolsa mı onu kılamaydı. Kılalayman degan adam şaroit bo'lmasa sharoitni o'zi yaratadi. Sharoitni o'zi yarata oladi hamda. Shunga teşimizning güzel bo'lishi uchun içimiz güzel bo'lishi kerak. Teşimiz güzel bo'lishi uchun içimiz güzel bo'lishi kerak. Endi bu yerda hamma narsa o'zgardi. İnson da o'zgarib turdi. Ammo inson o'zining o'zgarganini asta his qiladi. Masalan qarasak biz atrofimizda her günü qarab bakınlar, daraxtlar qarab bakınlar, gülçiçekler qarab bakınlar, etrafga qarab bakınlar. Her günü bir özgürüş var. Del daraxtlarda özgürüş var. Üsümlüklerde özgürüş var. Hatta tağdımı özgürüş var. Şamalının çıkışı, boran, toprak degan bilan tağımı özgürüp durdu. Lekin biz özgürüş nayt az olganken biz kürenmeymiz. İnsanda aynı özgürüş buludu. Ama insan nayt asla özgürdü. Hemen neresi özgürdü, tabiatını özgürüp, hemen neresi insanlığı özgür olmaydı. Ama insanda özgürüş olganken nayt asla buldu. Mesela bir psikologiya mutaxassisleri özgürüşçanlıqni tadqiq qilish uchun bir ko'ldagi qumchoq var ya, paqa. Şu qumchoqni ko'ldagi suv bilan birga ko'lda yashayotgan paqani
Aşının billa kazanğı epti. Aş su köldüğü su. Kazandaki su mu aş köldüğü sunun üzü olgandaki kazanğa düşkendeken bu. Hiç qanday özgürlük bo'lmabdi. Özgürlük bo'lmaydi zaten. Su aşu. Endi şunu asta kazanın astığı ot yakıptı da asta ot yakan deken, nayet asta ot yakan deken bu o kumçak hiç kimini his kılmaptı. Hiç kimini asta bo'lgandan hiç kimini his kılmay. Sunun özgergenligi, sunun kızgaligini his kılmay. 60 gradusga borgan vaqtida o paqa ülep düşerdi. Özgürlük degan aşında bo'ldi ekan. İnsan onu his kılmaydı. Nayet asta bo'ldi endi. Şuna insan çoxum şu yaxşılıq tarafga her narsa özgürlüş kerak. Mesela kunda bizga bir narsa qo'shilish kerak hayotimizga. Bir yangilik, bir ilim yoki bir hikmat qo'shilish kerak. Agar tuniganki holatimizdek bo'lib qolgan bo'lsak, bugun tuniganki hech nima o'zgarmagan bo'lsa, bizning hayotimizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'ldi-da. Bugungidan hayotimiz yaxshi bo'lsa, tamam biz çoxum hayotimga bir narsa qo'shyapmiz deymiz hamda. Shunga shu özgürlük çallıqdı mı? Yaxşı tarafki özgürlük. Mesela üzümüzdeki huruluk tarafı olsa bırak cengi var. Üzümüzden ahlakı biraz yetersizlik olsa texmi mükemmelleştirişke. Takvalık tarafımız biraz boşluk olsa texmi takva buluşka. Hem narsa texmi mükemmel yaxşırak buluşka. Günde azrak bir qancha gramdan özgürsen mi? Özgürüp bir yerge bağı vaxtida insan yaxşı bir nima buldu hem de. Şuna şu özgürlük çallıqqa əməliyyatda bək köngül bilish kerak, yaxşı narsaga özgürlüş kerak. Endi bayaqı gapimizga kelsak, şu tanlash bizningki erkinligimiz dedik ya. Mesela şeytanning aqsiga kirishmi, insonningki erkinligi, perishtini doğrashmi erkinlik. Lekin inson perishtini ulgi qilib, perishta tarafda bo'lsa, paytda bu demdi. Şeytanın aqsiga kelsa ziyon tortadi. Şeytan innahu lakum aduwwun mubin deydi Qur'on Kerimda Alloh taolo. Şeytan sizlarningki ochiq dushmaninglar deydi. O dushman bo'lgandan keyin bizni yomonlikqa boshlaydi. Shunga masalan har qanday bir ishda duch kelgan ishda aqlimizni, kuchukgina aqlimizni ishlatib ish qilish kerakda. Masalan bir hikoya bor. Bir odam tushlikda uxlaydi ekan kunda. Qaylo'liq qiladi ekan. Ballı bir ko'nichilarni akilib uyning oldida tip o'ynaydi ekan. Rohatsiz qilib tarang tepib yurganki bu odam bundoq o'rnidan turib qanday qilsam shu balani bunday qilmaydigan qila olayman deb o'ylaydi-da. Deydi, chiqib bir vaqirab qo'g'lab ketishi mumkin deydi. Ketishi mumkin, ammo u men bilan o'tishib ayda qilganligini deb texmi chekin o çilekni texmi nima qildi. Onun uchun ay balalarım anda qilmadim, bir uxlab olay deb bunda yavaşlik qilsam, meni hamda buzaq qilib, buzaqkan bizga kuch yetmaydi dedi. Texmi qildi askilikni. Qanday qilib aqlimni ishlatay deb bu odam chiqib balaga. Balla bek yaxshi tapdinglar. Buning ovozi menga shunda xo'sh keldi. Har kun bunda tepib turamiz, 5 so'mdan pul beray debdi. Yani balla voy bek yaxshi gapga ma'qul tepib beraylar, shunday chaqdi tepib beray debdi. Ertesimi kepken, ertesi kelgandigan, ertesi balalarım hem de bugün pulum az bo'lib qoldi, 2 so'm beray tepib berasan degandan turib ketib maylamdi. Tepayda biraz achchiqlab tepib turibdi. O'ynabdi yana. 3-kuni balalarım hem de mening pulum yo'q. Tepsanglar, tepmasanglar, tepmanglar pul bermayman degan. Biz bakaqatdagi tepib ekanmiz ma deb ketibdi. Demak, masalani hal qilishma aql ma bu, aql. Yana birisi bir faylasuf aqlli odam. Bir yerde balası bile gidip beribdi, gidip 5-6 adam bir yerinde otururken lükçekler. Peylasofga sen işek ma debdi. Degandan adam yapma. Ben işek emas, adam deb ketaveribdi. Degandan al gap tugidamdi. İşek emas ben deb ketdi. Ketgandan balası dadısı qilib, "Hey dadasi, sen işek mi desa, aşulaga bir raddiya berib tillab qo'ymaysan, men işek emas deb ketding-go." Degandan nima deymiz balam? So'di, sen işek mi dedim, ben işek emas dedim. Bo'ldi gap tugadi. Uni men achchiqlab ketishdan hech hojati yo'q. To'g'ri javob berdim. Javobini berdim. Agar uningdan ortiq ulavli binas desam, biz pay topolmay balki ziyon tortishimiz mumkin degan biz qayilmoqda deb. Yo'q. Sening bu ilan to'g'ri emas bu. Ashunda desam gap qilmayman desa, qo'rqamsa ya bo'ladi. Nima degan gap bu deb ekan. Bir kuni balasi ashunda menib yolg'iz menibdi-da. Yolg'iz balasi sen ishakma deb. Ben işek emas, haqqasın işek deb vaqirab ketgan, to'rtaylan urib ashu
Ağız bulduğunu kanıtıp kaptı. Şu ağız bulduğunu kan ilgi verip ki balam ne oldu dese aşı adamlarga ya şu sen işek mi depti haqqasın işek men işek emas deb urush qilib beribdim deb urib qo'ydi degan. Ha balam sizga dedim-ku menda qismi bo'lmabdi. Demak endi mushu tanlashlarda aqlimizni ishlatib hikmat bilan ish qilsak foydani biz topamiz. Agar aqlimizni ishlatmay aldiraqsonlik qilib achchig'imizni aqisga kirsak ziyonni biz tortamiz. Bu hayotda shundoq bir tanlashlar borki, atdigandan qo'pab kechgacha aşı kun patqıçılar, kun chiqqan kun patqılar biz sınaqlarga duch kelamiz endi. Har xil tanlashlarga duch kelamiz. Har bir tanlashda to'g'risini, to'g'ri bo'lganini o'zimizga, insonlarga foydali bo'lganini tanlasak, hech qanday joyda ziyon tortmaymiz endi. Shunga mushu ishlarga diqqat qilish kerak endi.